Assalomu alaykum Bahodir Rus kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hafta kuniga payshanba 2026-yil 19-fevral. Ramazon ro'za oyining birinchi kuni ekan. Hammalarni yana bir bor tabriklab qolamiz, hurmatli obunachilar. Tutgan ro'zalarimiz Alloh dargohida qabul bo'lsin. Alloh chiroyli sabr toqat bersin. Hammamizga hurmatli obunachilar. Xo'p, o'rtoqlar, Toshkent viloyati Parkent tumani Nilufarga keldik. Eski buzilgan darvozadan o'ngga kirganimizda Komiljon akamning xonadonlarida xudo xolisa ikki bosh Daniya buqalarimiz bor o'rtoqlar. Bitta angliska gibridimiz bor ekan, shuni video obzorini olib beramiz. Yoqsa bir dona layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunda biza kiritib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qolgan to'liq ma'lumotlarni Komiljon akam o'zlaridan olib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xush keldingizmi? Charchamayapsizmi? Charchamayapman. Yaxshi, rahmat. O'zingiz qanaqasiz? Zo'r, xudoga shukr. Bugun mana ro'zamizning birinchi kuni. Hammalarni tabriklaymiz. Bahodir akam obunachilarni ham hammasini tabriklab qolamiz. Rahmat hammamizga. Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Rahmat, yetganingiz kelsin. Xudo xolasa, aka qarang, bugun ikkita Daniya, bitta gibridimiz bor ekan. Narxlarni ham birinchi beradigan savolim, aka, chiroyli qilib qo'yib beramiz, xudo Xudo xolasa. xolasa chiroyli narxda qilib beramiz. Qaysi biridan boshlaymiz, aka? Mana bittasi Daniya mana. Daniyadan boshlaymiz, hurmatli obunachilar. Mana o'zingizlar ko'rib, sifatiga bahoni berib qo'yasizlar. Yoshi qanaqa, dodam buni? 9 oylik bular. 9 oylik, hali yoshiga to'lmagan. Yo'q, yormagan, hali yoshiga to'lmagan. Xudo xolasa bularni zotga ham tavsiya bera olamiz, a? Ha, zotga tavsiya beramiz. Yaxshi. Mana. Olaman degan odam boqsa baraka topadi, xudo xolasa. Katta kichkina ko'rinishi mumkin. Bo'yini balandliklarini aytib o'tamiz. Bo'yini balandliklari 140 plus. Kelganinglarda o'zingiz uchun bir sidirg'a ko'rib olasizlar, hurmatli obunachilar. Mana old tomonlardan ham ko'rsatib beramiz. Aslovning sut yo'nalishiga ham, zotga ham tavsiya beramiz. Mana do'stlar. Bularga oqsil tegmagan, a? Yo'q, oqsil bo'lmagan bular. Hurmatli obunachilar, qayerdan mol olsanglar ham 7 ishtilarni ko'rib, sinab olishinglarni tavsiya beramiz. Mana tani joni sog', ranglari ham, tonlari ham, bichimlari ham zo'r, xudo xolasa. Xo'p, ikkinchisiga o'tamiz endi. Aka, bu ham pashti yoshi bir xilmi deyman? Yoshi bir xil. Bu ham 9 oylik. Bu ham 140 plus. Mana. Orqalari ham kelgan. 140 dan kam emas. Yo'q, 140 dan kam emas. Jivoy veslarini ham taxminan aytib o'tamiz, qancha? Jivoy veslari ham taxminan 380-400 atrofida. Mana do'stlar. Ikkalasi ham xudo xolasa yosh buzoqlar. kelajagi bor. Kelajagi bor, xudo xolasa bular. Endi aka, xudo xolasa qarang, maqsad sotish. Maqsad sotish. Bularni. Maqsad sotish aka. Necha puldan qo'yamiz endi? Yopishtirib sotadigan qilib qo'yavering, aka. Endi sizning obunachilaringiz bo'ladigan bo'lsa, Bahodir aka, bularning donasiga 30 milliondan so'rayapman. Qarang, mana bu ikkita Daniyaga 30 milliondan kami bor. Ikkita Daniyaga 30 milliondan kami bor sizning obunachilaringiz bo'lsa, mana. Bo'yini balandliklari 140 qo'yamiz, hurmatli obunachilar. Endi qarang, Komiljon aka, jupiga bo'ladigan bo'lsa, buni yopishtirib 60 emasda bitta yopishtirib ayting, ikkalasi bir joyga necha pul aytamiz? Kelsa 59 dan xayri bor. Kamini ham qilib berasiz, xudo xolasa. Undan ham kamini ham kelishtirib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, aytilayotgan pulni hammasi olib qolinmaydi, do'stlar. Suvda sunnat mana. Sifat puli to'g'ri kelsa, sunnatiga yana o'tib beramiz ana. Jupiga mana kami bor yana. 59 million qo'yamiz, savdasi bor. Onlayn savdolarimiz bor, a? Bor. Qatgacha dastavka qilib bera olamiz. Mana shu rayonlarimizga dastavka qilib beramiz. Aniq tiniq bo'lish kerak. O'zimizda Parkentga bo'ladigan bo'lsa, dastavka qilib bera olamiz. Parkent o'ziga dastavka qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, vodiy vohaga bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holatda bo'ladi. Gazlarimiz ham ochilib ketdi mana. Sam glavniy, hurmatli obunachilar, buqalarimiz yoqsa, dastavkadan muammo yo'q. Kelishilgan holatda bo'ladi mana. Tani joni sog', o'ynab turibdi. Bir hafta garantiyamiz bor, yeb ichishga. Bir hafta yeb ichishga garantiya bor. O'sha kaltaroq bog'lab qo'ying, yechilib ketib qoldi. Tani joni sog', o'ynab turgan sog'lom mollar mana. Hurmatli obunachilar, bo'yini balandliklari 140 dan kam emas mana. Kelganinglarda o'zingiz uchun bir sidirg'a ko'rib olasizlar. Hali yoshiga to'lmagan
9 oylik. Yoshiga to'lmagan 9 oylik. Mana. Jupiga 59 million kami bor. Kami bor. Xo'p, uchinchisiga o'tamiz. Aka, Obunachilarga- bu necha oylik bo'ldi? Bu xudo xolasa 6 oylik bo'ldi. 5-6 oylik bu. Bu Angusga gibrid ekan-a bu. Angus gibrid. Mana. Oyoqlari kalta, do'stlar e'tibor berib qo'yasizlar. Angus xona bor. Polvon, ayiq polvon ekan. Yosh o'zimizni buzoq. 6 oylik bo'lgan. Orqa 6 oylik korobkalari ham zo'r mana. Sutga to'ygan. Sutga to'ygan ekan, ko'rinib turibdi mana. Polvon do'stlar. Sutga to'ygan polvon. Oqsil tegmagan ham. Yo'q, oqsil bo'lmagan bu. Yakka o'ziga nechi pul aka? Bitta o'xshatib aytingchi, yopishtirib. Videoda Agar chopib o'tirmaymiz, endi eshiting. siz obunachilaringiz Aha. bo'lsa 25 xayri bor. 25 O'tib million beramiz. kamini ham qilib beradi. Kamini ham qilib beramiz. Do'stlar, Dastlabkamiz ham mana shu Parkent rayonining o'ziga bo'lsa dastlabki qilib beramiz. Ko'ryapsizlar, hurmatli obunachilar, sutdan chiqqan variantlari ham arzon bo'lmayapti, lekin narxlari 6 oyligi zo'r qo'yildi mana. 25 million kami bor. Savdasi bor, hurmatli obunachilar, orqa korobkalari ham zo'r ekan mana. Sutga to'ygan polvon variantidan. Olib, xudo xolisa boqsanglar yaxshi effekt beradigan xonasi. Uchalasi bir joyga bitta o'xshatingchi endi. Odam nech pul qo'yamiz? Ikkita Daniya, bitta gibrid. Uchalasini qo'yuq suvga hisob olib bitta aytingchi. Bir joyga. O'zi 85 million bo'lyapti. Aha. Uchalasi bir joyga bo'lsa 80 million qilib beramiz ana. 80 ga ketdi, Ha. xudo xolisa. Uchalasi bir joyga bo'lsa 80 ga ketdi. Mana hurmatli obunachilar. Kamini ham qilib berasiz agar, agar Xudo nari berib xohlasa, bo'ladi. kep gaplashilsa boshida qilib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, videolarimiz yoqsa, layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Aka, sizni ham chorvangizga baraka, bozoringizni bersin. Rahmat. Xalqimiz obunachilarimizga nima deymiz? Ulug' ayyom Ramazon, mohi Ramazon kunlarida tilaklarni bildirib olsangiz, shu mana video syomkamizni yakunlaymiz. Hammani Ramazon oyi bilan yana bir bor tabriklaymiz. Hammaga kuch-quvvat bersin. Sizni ham obunachilaringiz bundan ham ko'paysin. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Sizni ham chorvangizga baraka. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik yana. Rahmat aka. Hurmatli obunachilar, havas qilganlar bittadan laykni bosamiz. Xonadoningizda kamida 5 ta 10 talab boqish nasib qilsin. Allohga oson, har videolarda aytib o'taman. Niyatni to'g'ri qo'ysak bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana mehnatimizni qo'llab-quvvatlab layklarni bosib turasizlar. Shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.